Assalomu alaykum vatandoshlar. Mana bugun Toshkent Busaxiy vokzalimizdan Primoy Kazan Ufa Perm yo'nalishi bo'yicha avtobuslarimiz yo'lga chiqib ketmoqda. Busaxiy yangi masjid oldidan kirishlaring o'zi avtobus kassalarimiz ko'rsatib qo'yilgan. 30 kilogacha yuklaringni olib kelaverasizlar. Yuklaringga pul olinmaydi. Mijozlarimiz pasatka joylarini qilib, joy-joylariga o'tirib chiqishda bir hammalari joy-joylariga o'tirib olishdi. Primoy Busaxiy vokzalidan. Aka qanaqa avtobus aka chiqdingizmi? Qayerdan chiqyapsiz? Andijondan kelib, Toshkentdan chiqyapti. Busaxiydan chiqilyapti. Ortiqcha pul olinmadimi? Yuklaringga muammolar yo'qmi? Yo'q. Hozircha yo'q. Yaxshi, odamlar tavsiya qilsa bo'laveradi. Bo'ldi. Inshaalloh yetib olasizlar aka, xudo xolasa. Qanaqa akalar? Yaxshimi? O'tirib oldilaringmi? Endi chashna bo'ladi chiqilganda. Muammolar yo'qmi boshqa akalar? Primoy Busaqiyda o'tirilyapti. Qanaqa aka? Yaxshimi aka? Odamlar tavsiya qilsa bo'laveradimi? Yolg'on yashiq yo'q aka. Primoy Busaqiydan chiqilyapti. Yaxshi. Mijozlarning passajirlarni qilishgan Kazan Ufa Perm yo'nalishi bo'yicha seshanba juma kuni. Moskva dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari har kuni reyslarimiz bor 6:30 da. Kimga shunaqa avtobus xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilib, ma'lumot olib kelaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.